Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2022 yil 2 oyning 15 kuni seshanba. Bugun men NFT, Bitcoin, Solana haqida ham dunyoning siyosiy iqtisodiy vaziyati qisqacha to'xtalib o'taman. NFT to'g'risida to'xtalishimdan sabab ba'zi qarindoshlar shu savolni o'tirib qo'yganligi uchun, ya'ni taklifni o'tirib qo'yganligi uchun ko'proq bir tafsilroq so'zlab bersangiz deb. NFT non-fungible tokens deb ataladi. Yani bu almaş doğulu bulmaydıgan, tigeşkil bulmaydıgan sıfırlık mülük degan gap. Bu almaş doğulu bulmaydıgan degan gap nima desa, o xas, o bir demekçi. Mesela mening yanchug'imda $100 bor desam, $100 pulni men parchalmoqchi bo'lsam, birisi menga $20 5 ni bersa yoki $10 10 ni bersa yoki $5 20 ni bersa yoki $1 100 ni bersa, o meningki $100 ni tegishkili bo'ladi degan gap. Buni almashtirib degan gap. Masalan, men beqiyotgan mushugimni chiqib, qo'shnimning kuchi bilan ikkalan razulab tegishsak, uni almashtirib degan gap. Endi mayada davatgan non-fungible token degan nima desa, o'zgacha xos bo'lib, buni almashtirib bo'lmaydi, faqat buning ig'darchilik huquqi bo'ladi degan gap. Unda bo'lsa, token degan gap deb o'tdim g'abaya, o bir xil sıfırlıq mülk. Yani o bir kompüter arqılıq sızılgan bir resim oluşu mümkün, güzel sanat resim oluşu mümkün. O bir kichik işlengen kızgarlıq video oluşu mümkün. Yoki anlap bakmagan bir muzika, naqsh oluşu mümkün. Yoki avazlıq çaqchaq oluşu mümkün. Ama bu narsalarninki tunjisi bunu ijod qilgan vaqtdagi ijod qilgan kishi bo'ladi, ijod qilgan vaqt bo'ladi, ham u narsa bir bo'ladi. Yani bir naqsh tekstini o'xshamagan ikki sanatkor eshitsa naqshi eshitsa, o har xil aytildi. Bir padani masalan atish usulini ikki usulchi o'ynasa, farqliroq o'ynaydi. Ammo mau NFT degan narsani, ya'ni sıfırlık bu mülkni onun ikkinchisi bo'lmaydi degan gap. Yani bu qis bo'lganlikdan, buni oladigan odam bo'lganlikdan, kam narsani odamlar olamiz desa, uning bahosi ortib qoladigan gap. Bunga qimmat berayotgan gap. Yaqinda, ya'ni bu NFT degan bu hukum garchi 2014-yilda barliq kelgan bo'lsa, ya'ni tunji NFT 2014-yil 5-oy dunyoga kelgan bo'lib, u $4 sotilgan. Ammo yaqinda, yaqinqi oy kunlarda bir resim, yani NFT $69 milyon setildi. 11 milyon setilgan narsalar bor, bir kartochka, bir kortning rasmidek narsalar. Anin har xil qiyofat, kartonlar $100 ming setiladi. Bularni kim ilyapti deganda, torcholpanlari, yani torda so'zlash orqali shirkatlarning mahsulotlarini e'lon qilib berish orqali pul topadigan. Şunu bilan birlikda mavo dangliq tanarkachilar, anadan keyin cho'ng baylar, yani biz uqmaymiz ularning kimligini. Mana bular ilayotgan gap. Bu yerda muayyan bir ponzi ilisi bormi, yo'qmi, biz uni uqmaymiz. Balki bo'lishi mumkin. Ama men o'zim bunda bir kartonni, kompüterdagi bir kartonni sıfırlıq mülk deb qarab, onun $100 qilib setib olmayman. Ama bunu $100 emas, 1 milyon setib olgan odamni chiqadi ekan. $70 milyon setib olgan, hamda nima ish qiladi? Biz uni uqmaymiz. Lekin nima ish buni setib oldi degan vaqtda kishilar har xil sabablar bor demoqchi. Birinchidan bu narsalar bir. Bu narsalar bir. Xuddi Da Vinci'ninki Lisa Mona degan rasmi, klassik rasmi bir bo'lganidek, onu satsa $100 milyon yaraganidek, mava hozir barliq kelayotgan o'shundaq sıfırlıq bu mülklarmi yoki san'at asarlarmi az, yoki bir, yakka. Shunga buni olamiz deyotgan, buni baho qo'yayotgan odamlar, yani onun ig'darchiligini, shu setilish orqali onun ig'darchiligini o'ziga o'tkazayotgan odamlar bor bo'lganlikdan,
ana satga ma onunki xaridori chiqsa ziba ko'rinayotganlikdan buningki bahası eşib ketayotgan gap. Ammo yaqindan buyon shu medialarga qaraydigan bo'lsanglar, voy NFT setilgan, NFT'ga setilish orqali pul topib bo'ladi. Men 6 million topdim, men 7 million topdim deb da'vatgan 20 yoshlik shunday nurg'un odamlarni ko'rsizlar. Qanchasi rost, qanchasi yolg'on, onu biz bilmaymiz, lekin har holda NFT'ning nima ekanligini ko'pchilik shundaq bir bilib qolsanglar bo'ladi. Yana bu 2014-yili bu atalgı meydana kelgan tunji NFTs Quantum, anandan keyin bu 2017-yilga kelgan vaqtda azroq ko'tarilishga boshlagan. Ma yaqinqi 1-2 yildan buyon, o'tgan yildan boshlab buning bozor chiqishga boshladi. Bunga necha yuz million dollar xarjlanyapti bu NFT'ga. Buni kishilar bir xil abaydab o'tganimdek rasm, muzika, kino yoki suratli film qatorliqlarning hammasi shu NFT'ga tava bo'layotdi. Sıfırlıq mülk deb qaralyotdi. Buning pul xarjlaydigan odamlar chiqyotdi. Buni meningcha bir mablag' qilib bak pul xarjlab ketadigan soha emas deb men shunda deb o'yladim. Buningki to'laroq xalqlarningki hissiyotlanib ketibchi, hayajonlanib ketib, voy mushundan haqli Dogecoin'ni $1000, 2000 angdaslab chiqqan vaqtda $1000, 2000 mablag' saqlab million bo'lib ketdi. Bitcoin yeni chiqqan vaqt 2011-yilda 30 sent tushib qolib ketgan, shu joqda ep qo'yganlar million urib ketdi. Men mana shundaq bo'laychi deb axir hissiyotlanib oladigan mandaq bir odamlarimiz bo'lishi mumkin. Men o'zim gapdan rost men o'zim ep ketmayman. Oladigan odamlar bo'lsa, har holda o'ylashib qilsanglar bo'ladi deb qarayman. Chunki men shifrli pul muomala pul bozori, butun pul muomala bozorining bir qismi. Ama bunun mablag' saqan vaqtda az silish, andan nayti nima bilan silish mening chekim bor, $500 jiq silish bo'lmaydi har qanday deb. Men o'zim ba'zida uni ahvol qarab, men o'zim uni buziman. Chunki agar yo'q deb qo'ysam o'zimning. Ama men anglovchilarga tashabbus qilgan vaqtimda ehtiyotchan bo'lishini umid qilaman. Masalan, Dogecoin bir chaqda 5 sent chaqda, 5 sentdan to'van chaqda Dogecoin shu ep qo'ysa bo'ladi ekan, men mazkur ep qo'ydim degan shu chaqda ba'zi qarindoshlar ep qo'ygan, keyin 70 sent chiqdi. Shiba Inu'nimi dedim, Akita coin'imi dedim, ashna coin'i dedim, Cardano deganimi dedim. Demak, bozor o'zgarib turdi. Bu shifrli pul bozoridagi ahvolninki tavrinchalik nihoyat yuqori bo'lganligi uchun hatto buni shunday bir o'xshatdim men Malayziyaning asmağa götürülüp andan dengizga uçup ketken ayıplandık. Bazı pullar aşina olip ketdi dedim. Hazır qarasak bu bir yılның içinde bu neçe ming coin qo'shilib ketdi. Hazır 17 mingdan ortiq coin bor. Kriptovada shifrli pul bor hazır. Shu kripto shifrli pul bozorida. Ona har xil odamlar bu har xil maqsadda uni chiqaryapti. Riza Ashraf deydigan biraylan ma bu nimadan Angliyaning o'xshaydi. Bizning Uyg'urlarni qo'llab bir shunday bir shifrli pulni chiqirman deb ekan, uning ismini toza tutamadim men. Tönögen o'qigandim buni. Ma Xitoyning dangliq yozuvchisi Aging degan kishiningki o'g'li va Ai Weiwei deb. Bu Xitoylarning ichidagi nisbatan bir insoniy shaklda fikr qiladigan, bir odamdek fikr qiladigan bir odam. Bu odam shu Uyg'urlarga yordam qiladigan bo'ladigan shunday bir ishga men shuni olaman degan gapni qilibdi. O pulning ismi nimitiki, xudoyim hozir esimda yo'q. 1-2 kunning oldida o'qiganda qilgandim men buni. Demak, shunday har xil maqsadda xalqlar shunday nimalarni, shifrli pullarni barliq keltiryapti. Ba'zilar uni yaxshi mablag' silish fursati deb qarab mablag' silyapti. Ba'zilari shu iqib ketadi, pulni irqqa tashvatgandek, iqib ketgandek iqib ketadi demakchi. Shunga mayli NFT bo'lsin, mayli shifrli bo'lsin, ehtiyot qilish, ehtiyot bilan elish kerak demakchi. Shu NFT degan narsa shu shifrli mulk, ammo uning ig'dorchilik huquqini setib olsiz bu yerda setib olgan vaqtda buning qiymatini bu kunlarda u birli bo'lgandan keyin ba'zi odamlar olmaydi, unga yuqori pul beradi, shu joy sotaman deb o'ylab setib olsiz. Endi bir qism odamlarda bir xil ma'lum tavallik, birinchisi tavallik tuyg'usi, ikkinchisi ig'dorchilik tuyg'usi emasmi? Nima desa, ma'nosi mening deb o'zini boy hisoblaydigan. Andan keyin shu xil NFT
aladigan adamlarning o'zining guruhlari bo'ladi ekan, ular o'zaro aloqa qilishadi ekan, o'zaro shunday bir ma'lum guruhiga tava odamlar bo'lib o'zaro bunday bir munosabatlarni qilishadigan o'xshaydi, masalan do'stona munosabat o'yu degandagidek. Ondan sir yana odamlarda shuhratlar, ba'zi odamlardagi shuhratparastlik tuyg'usini qondirdi degan gap. Ya'ni u narsa bir menda bor deb Facebook chiqaradigan, Instagram chiqaradigan, yana bir nima chiqaradigan. Ya'ni o'zining boyligini ko'z qiladigan. Şuna aşina sebepler tüpelinin xalqlar NFT'ni setib oladi deydi. Qaraydigan bolsаңlar torda ma NFT bazarlıq oladu, manda NFT ba deb nurg'un illallar ba. Men herhalde qarindoshlarning buniga nisbatan aytgan vaqtda biroz ehtiyotchiroq bo'lishini umid qilaman. Ana lekin bilmay qolmasliginglarni umid qilaman. Agar ilishqi to'g'ri gap qolsa, azroq ep qo'ysanglar bo'ladi, jiq emas. $100 ep qo'ysanglar jiq emas demakchi. Bak onu ep qo'yib usab qoladi deb o'smay qilib qolsanglar, shu pulinglar tugab ketadi degan gap. Hech kim olmasa, xaridor olmasa, u nolga tang degan gap. Ya onu o'zinglar ishlatamaysiz. U bir masalan ma'lum bir shapka deyli. Ma'lum bir shapka deyli, shapka.